Ushbu video real voqealarga asoslangan. Bu hikoyani so'zlab bergan shaxs iltimosiga binoan ism va joylar maxfiylik sabab o'zgartirildi. Qulayroq o'rnashib oling. Biz boshladik. Menga bu g'aroyib, ayni paytda kishini dahshatga soluvchi voqeani gapirib bergan ayolni hozirgidek eslayman. O'shanda u biznikiga kechgacha mehmon bo'lgan edi. Ko'p narsalar haqida suhbatlashib o'tirgani yodimda. Gap orasida u to'satdan xayolga cho'mib qoldi va xotirasining tub-tubidan yodiga tushib ketgan sirli voqea haqida bizlarga so'zlay boshladi. U oldida turgan allaqachon sovishga ulgurgan piyoladagi choydan sekin bir ho'plab oldi. Barmoqlari titrayotgandek, ko'zlarida esa g'alati, noaniq bir xavotir aks etgandi. Chuqur tin olib, o'z boshidan kechirgan, aql bovar qilmaydigan o'sha tun haqida gapira boshladi. Tun yarmidan og'ganda qishloq sukunatga burkanadi. Faqat uzoq-uzoqdan itlarning akillashi va daraxt shoxlarining shitirlashi eshitilardi. Hovlida esa g'ira-shira chiroq nuridan hayot davom etayotgan edi. Ayol ayvonda o'tirgancha erini zimdan kuzatardi. Eri Qodirjon esa og'ilxona oldida bo'ynidan mustahkam bog'langan sigirni bozorga olib borishga shaylanayotgan edi. U qo'lidagi temir taroq bilan molning ust-boshini siypalab, yopishgan xazon va loylarni astalik bilan tozalardi. Savdo barakali bo'lishi uchun molning ko'rinishi joyida bo'lishi kerak edi. Ayol erining ivirsib, uzoq vaqt kuylashayotganini ko'rib, toqati toq bo'ldi. Keyin molga suv berib, olib chiqing ko'chaga, dedi ovozini balandlatib. Piyoda ketasiz. Mol bozorga borguncha buni ichi to'kilib bormasin. Shoshiling, vaqt o'tayapti, dedi ayol. Qodirjon indamay xotinining aytganini qildi. Sigirga oxirgi marta suv ichirib, darvoza oldiga yetaklab borganida ayol ortidan borib yana bir bor uqtirdi. Qimmatroq soting, shoshilmasdan savdo qiling. Tez bitgan savdo bebaraka bo'ladi. Erkak bosh irg'ab darvozadan chiqdi va tun qorong'uligiga qarab sigirni yetaklagancha g'oyib bo'ldi. Ayol darvozani qulflab uy tomonga yurdi. Yonboshidagi xonada biri 8 yosh, biri 6 yoshli ikki o'g'li hech narsadan bexabar shirin uxlab yotishgandi. Bolalarning ustini to'g'irlab, ularni yaxshilab uxlatgach, ayol ham o'z joyiga kirib yotdi. Ichkarida faqat bolalarning bir maromdagi nafas olishi eshitilardi. Ayol ko'zini yumib, erining savdosi qanday kechishi haqida o'ylab, uyquga ketishga urindi. Oradan yarim soat ham o'tmagan edi. To'satdan darvoza ochildi. Dahlizda tanish qadam tovushlari eshitildi. Eshikdan kimdir kirganday bo'ldi. Ayol kim ekan degan xayolda ichki xavotir bilan qayrilib bir bor qaradi. Xira nurda o'sha shalviragan jussa, egnidagi qora buryuk va oq-qora yengli ko'ylak ko'rindi. Erining kiyimi edi. Erkak indamay kelib, to'shakning chetiga, ayolning orqa tomoniga yonboshladi. Ayol eriga teskari holatda yotgancha, uning bunchalik tez qaytganidan hayron bo'lib so'radi. Nima balo, buncha tez qaytdingiz? Mol shunchalik tez sotildimi? Erkak javob bermadi. U sekin qo'lini uzatib, xotinining yelkasini silay boshladi. Qo'li asta-sekin pastga tushib, umurtqa pog'onasi ustiga qo'yildi va orqasini astalik bilan siypalay boshladi. Ayol erining bu harakatlardan g'ashi kelayotganini ko'rsatib, yelkasini ters qimirlatib qo'ydi. Bo'ldi qiling, torting qo'lingizni, dedi u ohistalik bilan. Biroq erkak to'xtamadi. O'sha sovuqlik bilan yana
ayolning orqasini silashda davom etdi. Xotinining battar ensasi qotdi va qattiqroq jerkib berdi. Sizga aytyapman, torting qo'lingizni. Bolalar uyg'onib ketadi hozir. Shu soniyada ayolning shundoq qulog'i tagida inson ovoziga mutlaqo o'xshamaydigan, xuddi yovvoyi mushukning g'azablanib vag'illashiga va xirillab dodlashiga o'xshash mudhish, g'ayritabiiy bir tovush eshitildi. Shu ovoz bilan barobar erkakning ikkala qo'li birdaniga ayolning yelkalaridan tutib, uni dahshatli bir kuch bilan qattiq silkilay boshladi. Butun to'shak va xona tebranib ketayotgandek bo'ldi. Ayol o'sha mudhish ovozdan va qo'rqinchli tebranishdan yuragi yorilgudek bo'lib, jon achchig'ida o'rnidan turib, otilib chiqdi. U ortiga qarashga ham botini olmadi. O'sha mushuksimon vag'illash unga orqasida yotgan maxluq iri emasligini butunlay anglatgan edi. Ayol yugurgilab eshikdan otilib tashqari hovliga chiqdi. Tashqarida tun havosi sovuq edi. Ayol dahliz ostonasida to'xtab, ortiga qaradi. Ochiq turgan eshik oldida o'sha qora jussali sharpa tik turgancha unga qarab turardi. Ayol qo'rqib ketganidan hovli chetidagi gulxonada o'zini urdi. Qo'llari bilan yerdagi quruq kesaklarni g'ijimlab olib, ochiq eshik oldiga sharpaga qarab bor kuchi bilan ota boshladi. "Yo'qol, kimsan? Yo'qol bu yerdan!" deya baqirdi u ovozi titrab. Kesaklar eshik ramkasiga borib urildi. Sharpa ayolning bu shiddatidan cho'chidimi, har nechuk asta-sekin orqaga chekinib, dahliz ichkarisidagi zulmat qa'riga singib ketdi. Fursatdan foydalangan ayol yugurib, yonboshdagi xonaga kirdi. U yerda uxlab yotgan ikki o'g'lini ko'tarib, uyqusirashganicha ham qaramay, shoshib tashqariga olib chiqdi. Bolalarga hech narsa demadi. Ularni vahimaga solishni istamadi. Faqat ularni yetaklab darvozadan ko'chaga chiqdi. Bu vaqtda soat tungi roppa-rosa 2 edi. Ayol ko'cha eshigi oldida o'tirgancha ko'zini uyning eshik va derazalaridan uzmay turdi. U ichkaridagi narsaning chiqib ketmasligini nazorat qilayotgandek edi. Chamasi 1 soatdan keyin tungi sukunatni qadam tovushlari buzdi. Ko'chadan eri Qodirjon va u bilan birga ketgan yon qo'shnisi yurib kelishayotgan edi. Qodirjon ayolini yarim tunda ko'chada o'tirganini, ikki pinjida 2 bolasi uxlab yotganini ko'rib ajablandi va xavotir bilan so'radi: "Xotin, tinchlikmi? Bu vaqtda ko'chada nima qilib o'tiribsizlar?" Qo'shni ham nima gapligini bilish uchun ajablanib so'radi. Ayol titroq ovoz bilan boya ichkarida sodir bo'lgan dahshatni, erining qiyofasidagi qora jussa kelib uning yoniga yotganini, umurtqasini silaganini va mushukdek vag'illab uni siltaganini boricha aytib berdi. Xotinining gaplarini eshitgan ikki erkak shoshilgancha xonaga yugurib kirishdi. Chiroqni yoqib, hamma uylarni, chertakni, podvalni, chekkadagi og'il xonalarni va hattoki kartoshka ekilgan keng hovlining har bir burchagini aylanib, chertib tekshirib chiqishdi. Ammo hech kimni topisholmadi. Hovli xuddi hech narsa bo'lmagandek jimjit edi. Ular qaytib chiqishganda ayol hamon titrar va o'sha bir nuqtaga tikilib turardi. Men eshikdan chiqqanimdan beri ko'z uzmadim. U yerdan hech kim tashqariga chiqqani yo'q, u ichkarida edi, deb ta'kidladi u. Bu vahimali gaplardan keyin uylarga qaytib kirishning imkoni yo'q edi. Shu kechasi ayol va bolalar darvozaxonada joylashgan mehmonxonada yotishdi. Erkak esa uyga kirmadi. Qodirjon eshik ostonasiga yonboshlab, oilasini himoya qilish uchun tunni bedor o'tkazdi. Har zamonda cho'ntagidan sigareta chiqarib, qorong'u hovliga tikilgancha ketma-ket chekib oldi. Sigaretaning uchidagi qizil olov zulmatda lippillab yonar, chekilgan tutun esa qishloqning sovuq tun havosiga singib ketardi.
Hikoyani Shohrux o'qidi. E'tiboringiz uchun tashakkur.